Zilola opa, hech narsani istamayapman. Meni ilgari juda ham katta orzularim bor edi. Endi esa shunchaki kun o'tkazyapman. O'zi kimman bilmayapman. Yaqinda bir statistika o'tkazganimda, men kimman degan savolga 80-90% odam xodimman, onaman, otaman, ijodkorman, farzandman va hokazo. Shunaqa murojaat qilishdi va bu savolga 5-10% insonlarimiz o'zini ismi bilan murojaat qildi. Aslida men o'zini ismi bilan boshlanadi. Masalan, men o'zimda ham men kimman degan savolga birinchi o'zimga murojaat qilishni boshlaganimda o'zimni qidirishni boshlaganman. Masalan, men Zilola To'laganova. Psixolog, ona, turmush o'rtoq, ayol, buvi, qaynona va hokazo. Demak, menga bo'lgan munosabat siz o'zingizni ismingiz bilan bog'liq holatda boshlanganda, demak siz o'zingizni ishonchliroq boshlaysiz. Endi bu vaziyat ilgari juda ham katta orzularim bor edi. Endi esa shunchaki kunni o'tkazyapman. Hozirgi holatingizga e'tibor bering. Nima uchun sizda bu holatlar takrorlanadi? Mana shu so'zlarni negizida demak ishlaydigan, ya'ni amaliy deymiz yoki bo'lmasa biror bir inson bilan suhbat qiladigan jarayonlar bo'ladi. Inson o'zi uchun muhimlik bor, men bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, men mana orzularini ro'yobga chiqarish uchun inson kimdirga havas qiladi, kimdir bilan bog'liqlik bo'ladi. Ya'ni siz to'xtab qolganingizda, sizda ichki ruhiyatingizda uzilish boshlanadi. Shuning uchun hoziroq o'rningizdan turib, yaxshi bir suhbatdosh bilan maza qilib suhbatlashib, men kimman? 5 yildan keyin o'zimni qanday ko'ryapman? Kimlar bilan ko'ryapman? Qanday darajada ko'ryapman va siz aniq miqdorni, ya'ni sifra deymiz, sonlar bilan belgilaganingizda, demak sekin-sekin astalik bilan o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshadi va siz bilan bog'liq bo'lgan men aslida uni qadriyati turibdi. Sizni otangiz, onangiz va siz bilan bog'liq bo'lgan insonlarni barchasiga siz javobgarsiz, mas'uliyatsiz. Demak, bu yerda nasl turibdi, bu yerda avlod turibdi. Siz shu yerda to'xtasangiz, demak oila ham, orzular ham, maqsadlar ham shu joyda to'xtab qoladi. To'xtab qolmaslikni xohlasangiz, demak bir qadam oldinga.